Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistandan yeni çıqqan şahidning guvohliklari. Yaqinqi yillardan buyon ishg'oliyatchi Xitoy Sharq Turkiston xalqini yo'qotib, Sharq Turkiston zaminini butunlay xitoylashtirish razil maqsadida sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Bir turkum g'arb ellarining parlamentlari Xalq sud mahkamasi Xitoyning vahshiy bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundaqla BDT Inson haqlari komiteti Oliy komissarligi Xitoyning bostirish harakatlarini insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb bekitdi. Irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetilgan bir qism Xitoy amaldorlariga ma'lum jihatda jazo yurgizildi. Xitoyning Sharq Turkistonda yillardan beri davomlashtirib kelayotgan majburiy amgaki sababli nurg'unlagan Xitoy shirkatlariga savdo embargosi yurgizildi. Natijada Xitoyning iqtisodiy zo'r ta'sirga uchragandan boshqa chet el shirkatlarining ishonchidan ayrilib, ichki va tashqi jihatdan besimga duch keldi. Ammo Xitoy rejimi xalqaro jamiyatdan kelgan ayblash besimlarga qarshi jinoiy qilmishlarini izchil inkor qilish bilan birga irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirdi. Zo'r ko'lamda xarajat ajratib Sharq Turkiston haqida yolg'on tashviqotlarini kuchaytirdi. Xususan Sharq Turkistonning har qaysi joylarida nurg'unlagan sayohat o'rinlarini ta'sis qilib, sayohat rayonlari bilan xalqning o'ltiraq rayonlari, jazo lageri va turma mavjud bo'lgan rayonlarni ayirdi. Va yolg'on tashviqoti orqali Sharq Turkistonning irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan rayon emas, balki tinch, go'zal manzaralik sayohat rayoni ekanligini ko'rsatdi. Sayohat rayonlariga Uyg'urlarning qo'l hunarmandchilik, madaniyat san'atiga oid o'rinlarni, muzeylarni tayyorlab, Sharq Turkiston xalqining madaniyatini qo'g'dayotgandek, xalq xotirjam yashayotgandek qilib ko'z bo'yashga urindi. Xitoy tashviqot organlari buningga mos holda saxta tashviqotini qattiq kuchaytirdi. Bulardan sirt Xitoy xalqaro jamiyatga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati bostirish siyosati oxirlashgandek tushuncha berishga tirishdi va oz bir qism kishilarni Sharq Turkistondan chet elga chiqardi. Buni ko'rgan bir qism kishilar Xitoyning yolg'on tashviqotiga aldandi. Hatto muhojiratdagi qisman Uyg'urlar Sharq Turkistonning vaziyati ozroq yaxshilandi deb xato his qilishga boshladi. Halbuki Sharq Turkistondan yangi chiqqan ismini oshkorlashni xohlamagan bir shohid xabar bo'limimizga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatining 2018-yildagidan hech qanday farqi yo'qligini, xalqni har xil bahonalar bilan jazo lageri va turmalarga qamayotganligini, turma lagerlarda hayotidan ayrilganlarning uchurini har doim anglab turadiganligini oshkorladi. Mazkur shohid ta'minlagan Sharq Turkistonning navbatdagi ichinishli vaziyati va Xitoyning jinoyatlari haqidagi ma'lumotlar Istiqlol xabar to'rimizda qismga bo'lib o'qirmanlarga suniladi. 2023-yili turli amallarni qo'llanib chet elga chiqadigan, o'zini oshkorlashni xohlamagan mazkur shohid 2017-yili jazo lageriga qamalgan bo'lib, lager va turmada jami 3 yil yotgan. Uning oshkorlashicha 2018-yili Xitoy rejimi o'zi turishliq yezidagi 18 masjidning 17sini 3 kun ichida chiqib, faqat bir masjidni qo'yib qo'ygan. U lagerdan chiqqandan keyin bu echinishli manzaraga shohid bo'lgan. Uning bildirishicha, chiqilmagan masjidda 2017-yili 7-8 yashangan odam namoz o'qiydigan bo'lib, navbatda 2 odam namoz o'qiydi ekan. Ularning biri meyit yuydigan odam, yana biri masjidning imomi ekan. Navbatda bu 2 kishi har kuni 5 vaqt namozga keladigan bo'lib, biror qatim kelmagan taqdirda amaldorlarning nima uchun namozga kelmading, nima maqsading, planing bor degandek so'roqlarga duch keladi ekan. 2 odam namoz o'qiyotganda masjidning ichki teshida qurolli soqchilar qarab turadi ekan. Masjid va namoz o'quvchilar chet ellik muxbir yoki sayohatchilarga ko'rsatish uchun qo'yib qo'yilgan ekan. Shohidning oshkorlashicha, Xitoy rejimi kanit aholisini yig'ib, birinchi kuni ularni o'z masjidlarining eshik va derazalarini qo'mirib tashlashga majburlagan. Ikkinchi kuni masjidning ustini echib, lim, torus vosilarini cho'vib, bir yerga jug'lashga majburlagan. Uchinchi kuni masjidning tom, gumbaz va munarlarini chiqib tuzlashga majburlagan. Bu jarayonda ishqi kelmagan yoki norozilik bildirgan kishilarni tutqun qilgan. Xitoy rejimi 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirishning qonunlashtirilgan
umumlashtirilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy mazkur planga asosan Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjidni chiqib yoki buzib o'tgan. Saq qolgan bir qism masjidlarni qavoqxona, choyxona degandek boshqa faoliyat so'rinlariga o'zgartgan. Mazkur shohidning guvohligimi yuqorqi ma'lumotlarning to'g'ri ekanligini qayta isbotladi. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziyada Uyg'ur ayollarining navbatdagi ahvolini tunishtirdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bosh kotib Abdurashid Aminhojidan tashkillangan hay'at Malayziyada ziyoratda bo'layotgan bo'lib, Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zitish jamiyati tayyorlagan chegara halqagan ayollar qarindoshligi Sharq Turkistondagi ayollar huquqi uchun kurash sarlavhalik dokumentning Malayziya nusxasi 1-mart Malayziyada tunishtirildi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zitish jamiyati Malayziya Musulmon yoshlar harakati ABIM Raja Tun Uda kutubxonasi, ABIM nashriyati, Selangor davlat kutubxonasi qatorliq tashkilot va o'rinlarning qo'llashi va hamkorligi bilan Selangor davlatlik kutubxonasida muhokama yig'ini o'tkazib, Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zitish jamiyati tayyorlagan chegara halqagan ayollar qarindoshligi Sharq Turkistondagi ayollar huquqi uchun kurash sarlavhalik dokumentining Malayziya nusxasi tunishtirildi. Yig'inga Malayziyadagi bir qism ommaviy tashkilotlarning vakillari, akademiklar, jurnalistlar ishtirok qilgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, xususan qiz ayollar boshdan kechirayotgan ichinishli fojialar, dafsandichiliklar tunishtirildi. Tashkilotlar birligi hay'ati 2-mart yana Malayziya Islomiy tashkilotlari shuro kengashi raisi Jigo Azmini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Jigo Azmi apandi bilan yaqinqi kunlarda Malayziyada o'tkazilmoqchi bo'lgan Osiyo Tinch okean davlatlari tashkilotiga a'zo davlatlarning vakillari qatnashadigan xalqaro Sharq Turkiston suhbat yig'inining tayyorlik xizmatlarini muzokara qildi. Avstraliya Xitoyning Tinch okeanda soqchilik rolini elishiga yo'l qo'ymaslik kerak dedi. Avstraliya ministri Pat Conroy Xitoyning Tinch okeanda bexatarlik soqchisi rolini o'ynashiga yo'l qo'ymaslik kerakligini ta'kidladi. Amerika ovozining 1-mart xabar qilishicha, Avstraliyaning Tinch okean ishlari ministri Pat Conroy Xitoyning Tinch okeandagi orol davlatlarining bexatarlik masalasida rol olmasligi kerakligini, Avstraliyaning texnik ko'p yerlik bexatarlik qismlarini tarbiyalab, bu bo'shliqni to'ldiradiganligini aytgan. Reuters agentligi bundan ilgari Xitoy soqchilarining Kiribatidagi yerlik soqchilar bilan hamkorlashganligini xabar qilgan edi. Amerika 26 fevral Tinch okeandagi orol davlatlarini bexatarlik qismlarining yordamini qabul qilmaslik haqida ogohlantirgan. Kiribatining muvaqqat soqchi boshlig'i Eri Aritera oldingi hafta Reuters agentligiga forma kiygan Xitoy soqchilarining Kiribati soqchilari bilan hamkorlashib, mahalla soqchilari va jinoyat sonliq ma'lumot ombiri turida hamkorlashganligini aytgan. Bildirilishicha, Kiribatida Avstraliya soqchilari yo'q ekan, ammo Avstraliya hukumati bundan ilgari yangi soqchi radio tori va soqchi gazarmasini yordam bilan ta'minlashga va'da qilgan. Undan boshqa yana 2 dengiz bexatarlik maslahatchisi Kiribati soqchilariga i'ona qilingan chorlash va bexatarlikni saqlash kemasining asrash ishlariga mas'ul bo'lmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Kiribatining nufusi 115 ming bo'lib, eng yaqin orol bo'lgan Honoluluning janubidan 2160 kilometr yiroqlikda ekan. Amerika bilan bo'lgan munosabati kun sari keskinlashayotgan Xitoy Tinch okeandagi mazkur orol davlati bilan bo'lgan bexatarlik aloqasini qaytadan kengaytirishga urinmoqda ekan. Rossiya benzin eksportini chekladi. Rossiya 1-martdan boshlab benzin eksport qilishni 6 oy chekladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Rossiya hukumati yozma bayonot e'lon qilib, davlat yiqilg'u bozoridagi muqimlikni qo'g'dash chora-tadbirlarining yo'lga qo'yilganligini eskartgan va buningga asosan 1-martdan boshlab benzin eksport qilishning 6 oy cheklanganligini Yevroasiya iqtisodiy birlashmasiga a'zo davlatlarga kelishim bo'yicha yiqilg'u to'shishning buning ichida emasligini qayd qilgan. Muavin bosh minister Aleksandr Novak 28 yanvar e'lon qilgan bayonotida benzin eksportini cheklash qarorining plan qilingandan burun amaldan qoldirilishi mumkinligini bildirgan edi. Rossiya 2023-yil sentabrda benzin va dizel baholarining o'sib ketishi sababidan benzin eksportini cheklagan, ammo oradan taxminan 2 oy o'tganda amaldan qoldirilgan edi.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.